Assalamu alaykum. Kanalımın tunji videosunu ötken ayının ahırda Amerika hükümeti bilen Afganistan talibanları oturusunda tuzulgan tinchlik kelishimi hakkında to'xtalishdan başlayı deb o'yladim. Aslida bu kelishim tuzulgan hamon men kelishimninki mazmunidan xabardor bo'lish uchun kelishimni to'rdan tushirib, uning tekstlarini o'qib chiqqandim. Hatto sizlarga so'zlab bermay deb onun hatırımı kaldırıp koygandım. Ama aralıkta öykü cümleler başka işler bilen bulup vakit çıkmaya kaldı. Ben hazır kanalına meçhi olduk. Sohbetini başlamadık. Şuna bugün tunca mulayizinin şu Amerika ve Taliban oturusundaki gelişimden başlaydı. Demişka degende Afganistan bizning qo'shnimiz. Onun üstüge yıllardan bu yan Taliban'dan sebebiyle bizim vatanimizden bir kısım Uygur ballarımı çıkıp katlaştı ve o yerde kan geçip canlarını kıldı. Onların asli maksatı Afganistan'da güçlenip yani bir İslami devletini kurup ondan keyin Şarkı Türkistan'da azat kılışıydı ama işler uygulagandek bulmadı. Aksice Xitoy hükümeti Uygurlarni xalqaro terrorlikqa bog'lash uchun shu qarindoshlarni bahona qilib ko'rsatdi va hozirmi bizning vatanimizdagi inson qalbidan chiqqan qirg'inchiliklarni shu Afg'onistondagi va boshqa joylardagi Uyg'ur mujohidlarni dastlab qilib turib terrorlikqa zarar berish bahonasida ilib beryotdi. Bu cihettin Afganistan'daki vaziyet bizden dikkat qilishimizga arziydi. Yeni bir cihettin Afganistan bizden qo'shnimiz, bizden vatanimizning tarixida Afganistan'daki intayin muhim roli bo'lgan. Bundan keyin intayin muhim roli bo'ladi deb o'ylayman. Shuning uchun bu tema ozroq vaqt o'tib ketdi deb atlab o'tadigan tema emas. Endi Ötken bir ay mabeynide meyli TRT olsun, meyli Erkin Asya Radyosu olsun, bu vaktiki haberlerini verdi. Bu vakti bazı mülayizelerimi elip verildi. Şu an ben bu Afganistan talibanları bilen Amerikanist oturusundaki bu girişimdeki tarihi, geçmişi, bugünkü ahvali, sohbet cereyan diyenlerini sözler cümleyme. Bunun belki köpünçük işlerinin haberi var. Ben tahlil kıldığım bu açıkça getirin ki Uygurların münasebetlik dep qaragan negizli kısmını sözleşine muvafık görme. Hem de bu gelişim aldı bilen Amerika bilen Taliban'daki stratejisini özgürtkenlikinin bir neticesi. Çünkü yıllardan bu yan Afganistan hükümeti Taliban'ın tinchlik sohbet ötközüşke çağırıp kelgen bir siyasi partiya süpütüde hükümetki katılışını talep kılgan. Ama Talibanlar bolsa ya biz Amerika ile sohbetleşimiz sen bolsan konçak hükümet şuna sen bizning sohbetleşimiz bulamaysa deb rad qilib kelgan. Amerika hükümeti bolsa Taliban'ı bu Afganistan'daki bir öktüşü teşkilat şuna bu hükümet emez. Şuna bununla sohbetleşmeyme deb bulup Clinton hükümeti bunu red kılgan ve Taliban'ı izchil Afganistan hükümeti ile sohbetleşke kıstap kelgen. Ama 2018 yılga kelgende her iki tarafının pozisyonida zor buruluş oldu. Amerika Afganistan hükümeti taşlap koymayı özü bevosita Taliban bilen sohbetleşishninki zo'rligini his qildi. Taliban burunqi yer shari bo'yicha jihad qildigan chet eldan kelgan muhojirlarni qabul qilib Amerika manfaatiga qarshi chiqadigan pozitsiyalarini o'zgartirib Amerika bilan sohbetlashishni tutdi. Ya'ni her ikisi belirli derecede yol koygandan keyin bu kelishim hasıl kılındı. Ondan başka Afganistan halkıdınmı kilovatkan güçlük bir sada battı. 2017-18'lerde Afganistan halkı içindimi tinchlikni ilgari surish cemiyetleri, teşkilatları, kurultayları kurulgan ular
Rossiyanınki Moskvada yığınlarını çağırgan, ondan başka Taliban bilen Xitay o'rtasidagi munosabatmi bag'ansira quyuqlashgan. Mana shu omillarning natijasida Talibanmi yumshidi. Amerikami o'zining strategiyasi bo'yicha ilgirlash uchun bu masaladan qo'l uzishni, buning o'rniga boshqa ishlarni qilishni qaror qildi. Shunga ikki tarafniki o'rtaq fikrga kelishi bilan bu kelishim tuzildi. Ammo kelishimdagi ijro qilinish jarayoni qanday bo'ldi bilmaymiz. Albatta har ikki tarafning ko'nglida son bo'ldi. Demak, kelishim ko'p taraflik omillarning ta'sirida o'rtaga chiqqan bir natija. Afg'oniston xalqininki urushdan to'ygan, urushdan bezor bo'lgan taraflar bor. Amerikaning shu, Talibanning shu. Endi agar kelishim ijro qilinib, Amerika armiyasi Afg'onistondan chekinib chiqsa, undan keyin Afg'onistondagi kelgusi vaziyati qanday bo'ldi? Menimcha biz diqqat qiladigan bir nuqta mana shu. Menimcha Amerika A ve B hatta C planlarını tuzib bo'ldi deb qarayman. Ya'ni Afg'oniston hukumatini bevosita Taliban bilan suhbatlashishga va Talibanni Afg'oniston hukumati bilan suhbatlashishga qislashdan voz kechib, o'zi bevosita Talibanni suhbatlashi qatorida qabul qilib, Taliban bilan kelishim tuzgan ekan. Amerikaning ko'nglida biz chiqib ketgandan keyin Taliban Afg'oniston hukumatini ishg'ol qilsa, Afg'oniston hokimiyatini tortib olsa, o chaqda uning bilan bo'lgan munosabatni qanday betaraf qilamiz deganlarmi allaqachon o'ylanib bo'ldi deb qarayman. Shunga menimcha Afg'onistonniki kelgusi bir qancha ssenariyalar bilan davom qiladi. Birinchi ssenariy hozirgi kelishimda deyilgandek, Amerika armiyasi chiqib ketgandan keyin va kelishim ijro qilinishga boshlagandan keyin Taliban bilan Afg'oniston hukumati o'rtasida suhbat elib berildi. Bu suhbat kelishim bo'yicha shu 3-oyda elib berilgan bo'lgan. Balkim virus tufaylidan, Xitoy virusining ta'sirida ishlar kechikkan bo'lishi mumkin. Keyingi tafsilotni kuzatmadim. Kelishimlarga asosan Afg'oniston hukumati bilan Taliban o'rtasida suhbat elib berilish orqali oxirida bir birlashma hukumat qurib chiqilishi mumkin. Shuning bilan Taliban o'zining ideologiyalik va huquq jihatdagi talablarini qondirsa, mavjud Afg'oniston hukumati belgilik jihatlarda yo'l qo'ysa, shuning bilan Taliban Afg'onistondagi qonunliq bir siyosiy gavdasiga aylanib, bu shaklda davom qilishi mumkin. Bu bir xil ehtimollik, bir xil ssenariy. Ikkinchi xil ssenariy bo'lsa, Amerika chiqib ketgandan keyin Taliban hozirgi hokimiyatni taltuguz tortib olish uchun keng ko'lamli hujum qo'zg'ashi mumkin. Hozirgi vaziyatning xarakteridan qaraganda, agar Taliban shunday hujum qilib, Afg'oniston hukumat armiyasi bilan keng ko'lamli urush qilsa, Amerikaning qaytadan Afg'onistonga askar chiqarish ehtimolligi tuvan. Shuning bilan Taliban urush qilish yo'lini tanlagan vaqtda yana ikki xil ehtimollik ko'rilishi mumkin. Biri Afg'oniston yana uzun muddat ichki urushga petib qilishi mumkin. Hukumat armiyasi bilan Taliban o'rtasida ichki urush portlashi va Taliban bilan hozirgi hukumatni qo'llovchilar o'rtasida vakolatchilar urushi yuz berishi mumkin. Masalan, Talibanni Xitoy qo'lladi deyli, mavjud hukumatni Amerika qo'lladi deyli, askar chiqarmagan holatda. Yana bu yerda Hindistonning qo'li bor, Ironning qo'li bor, Rossiyaning qo'li bor. Shunday cho'ng davlatlar o'rtasida Afg'oniston yana uzungacha ichki urushningki patxiga petib qolishi mumkin. Ikkinchi xil ehtimollik Taliban taltuguz hokimiyatni elishi mumkin. Ammo mavjud hukumatning Talibanni taltuguz yig'ishtirib olish ehtimolliqi tuvan, chunki yillardan buyon Amerika armiyasi va NATO'ning yordamida yig'ishtirilmagan ekan, ular chiqib ketgandan keyin yig'ishtirib olishi biroz mantiqiga uyg'un emas.
Mana bular Afg'onistondagi kelgusi haqidagi qarashlarim. Hamda bu kelishimning Uyg'urlarga ko'rsatadigan ta'siri nima degan masalaga kelsak, men buni ikki jihatdan o'yladim. Biri strategik jihatdan, yana biri taktikalik jihatdan. Kelishimning mazmuniga asoslangan vaqtda strategik jihatdan Amerika Taliban bilan kelishim tuzib, Afg'onistondan ayrılgandan keyin umumiy kuchini Xitoyga qaratadiganligidan bishorat berdi. Chunki kelishimdan keyin Amerikaningki davlat mudofaa ministri yoki ministr yordamchisi ismida qolmadi, bir amaldori biz diqqatimizni Xitoyga markazlashtiramiz dedi. Demak, bu Amerikaningki keyingi yo'nalishini belgilaydigan va buningdan beradigan bir bishorat, bir signal deb o'ylayman. Biz Sharq Turkistonda Xitoyning mustamlikasi ostida qilayotgan bir millat bo'lib sifatimiz bilan ham bizning ichimizdagi o't yurak yoshlar yillardan buyon Afg'onistonga hijrat qilib, shu yerda tayyorlik qilib, ondan Sharq Turkistonni ozod qilamiz deb yurayotgan ahvollar mavjud bo'lgan ekan. Shunga Amerikaningki bu signali intayin muhim deb qarayman. Yillardan buyon Talibanlar Amerikaga qarshi urush qilganlik uchun Taliban safidagi Uyg'urlar Amerikaga qarshi harakat qilmaydi. Taliban bunga yo'l qo'ymaydi. Ham Talibanning Xitoy bilan bo'lgan munosabati yillardan buyon yaxshi ketyapti. Shunday ekan, endi Taliban bilan Amerika munosabati yaxshilangan fursatda Uyg'urlar Amerika bilan bo'lgan munosabatni yaxshilab, Xitoyga qarshi bu fursatdan foydalanamdi yo'q. Bu bir savol belgisi. Strategik jihatdan yuqori deb o'tgandek, hamda taktikalik jihatdan bo'lsa, kelishimda shunday bir modda bor. Bu modda mening diqqatimni tortdi. U bo'lsa-mu Taliban chet elliklarga panolik bersa bo'ladi degan bir modda bor. Balkim buni Taliban talab qilgan bo'lishi mumkin, chunki yillardan buyon Afg'onistonga hijrat qilib Talibanning safida urush qilayotgan kishilar bor. Buni Afg'onistondan chiqarib o'tish menimcha bo'lganda Talibanning ideologiyasiga xilof, ham Amerikaning manfaatiga xilof, chunki ular Afg'onistondan chiqarib o'tilganda ular yana Amerikaning davlat xavfsizligiga tahdid bo'lishi mumkin yoki boshqa davlatlarga tahdid bo'lishi mumkin. Ham ular Afg'onistondan chiqarib o'tilganda Talibanning ichki qismida ideologiyalik bo'linishni keltirib chiqishi mumkin. Ya'ni Taliban sotqinlik qildi, xoinlik qildi degan gapga qilishi mumkin. Shuning uchun bu modda bo'yicha Taliban chet eldan Afg'onistonga hijrat qilib, shu yerda shularning safida jihad qilgan kishilarni Afg'oniston hukumati bilan kelishgandan keyin bu xalqaro qonunlar bo'yicha panolik berish huquqiga ega ekan. Bu moddaningki biz uchun ahamiyati nada deganda, men Afg'onistondagi Uyg'urlar uchun ahamiyati bor ekan deb o'yladim. Chunki Afg'onistonda Birlashgan Uyg'urlarning borligi ma'lum. Talibanning safida bo'lsin yoki Afg'onistonda normal yashayotgan muhojirlikda turayotgan bo'lsin. Shunga mushu modda bo'yicha ularningki Afg'onistonda qilib qilishiga fursat chiqdi ekan. Ya'ni hayoti bir xatarligi, kaforatligi bo'g'idek deb o'yladim. Mana bular taktik jihatdan o'ylaganlarim. Endi bu yuqorida deganlarim mayli strategiya jihatdan bo'lsin, taktik jihatdan bo'lsin, Uyg'urlarga ko'rsatadigan ijobiy ta'sirlari. Endi salbiy ta'siri bormi desa, menimcha bor. Salbiy ta'sirini o'xshashlar ikkiga ayrishga bo'ldi, ham strategiyalik ham taktikalik. Strategiya jihatdan aytganda, Amerika armiyasining Afg'onistondan chekinishi Uyg'urlar uchun foydasiz. Chunki Amerika armiyasi 2001-yil Afg'onistonga kirgan vaqtda nuqul Talibanni yo'qotish uchun kirmagan. Undan keyin Yevroasiyo strategiyasi batdi shu vaqtda. Shu strategiyaningki muhim nuqtalardan biri bo'lganligi uchun Afg'oniston shu yerga kirgan. Shunga yillardan buyon Afg'onistondan chiqmasligiga sababmi shu. Ammo keyingi mezgillarda Trump hukumati chiqqandan keyin strategiyada burilish bo'ldi. Shunga yuqorida deb o'tgandek, agar Rasululloh Xitoyga texnik diqqatni markazlashtirish uchun bo'lgan bo'lsa, bu yuqoridagi strategiya jihatdan foydali deb qaragan qismimizga kirdi. Agar Amerika
Xitoyga taqobil turish uchun emas, balki Afg'onistondan chiqib ketib, bu rayondan aloqamizni uzayli deb o'ylagan bo'lsa, yoki keyingi yo'nalish shu tarafga qarab menib qolsa, u chaqda Uyg'urlar strategik bir fursatdan mahrum qolgan bo'ldi. Chunki Amerika 2001-yili Afg'onistonga kelgan vaqtda Xitoy intayin ensirgan edi. Bir tarafdan Tayvan bo'g'izida, yana bir tarafdan Afg'onistonda Amerikaning mavjud bo'lishi Xitoyning davlat bexatarligi uchun g'oyat zo'r tahdid shakllantirgan. Bo'libmi Uyg'urlarning qurolli harakatining Amerika tarafidan qo'llashga erishib qilishi Xitoyningki intayin kuchli andishsi. Bu jihatda Xitoy belgilik darajada g'alaba qildi deb o'ylayman. Mayli Uyg'urlarni Amerikaningki qo'l orqali terrorlik tizimiga kirgizish jihati bo'lsin, Amerika bilan terrorlik qarshi hamkorlik bahonasida, yoki Afg'onistondagi Uyg'urlarni mayli qaysi shaklda, qaysi niyatda bo'lsin, Suriyaga yo'l qo'yish orqali Afg'onistondan uzoqlashtirish shaklida bu niyatiga, maqsadiga yetdi. Demek bu Amerika'nınki Afganistan'dan çekilişi strateji cihatın Uygurlarga faydasız. Çünkü strateji cihatını oylaganda Uygurlarla ittifaqlaşı Amerika bulalaydı. Eğer Amerika xalasa. Ama Taliban mengi Uygurlarla ittifaqlaşı bulamaydı. Talibanlar emas rayondaki xalqaro devletler, Pakistan, Afganistan yoki O'rta Osiyo devletleri hiçbiri Uygurlarla ittifaqlaşı bulamaydı. Çünkü Uygurlarla ittifaqlaşı bu için Xitoyning raqibi bo'lish kerak. Xitoyningki qo'l ostidagi, Xitoyningki beqindisi bo'lgan davlatlardan hech biri Uygurlarga ittifaqlashi bo'lmaydi. Shunga Amerikaningki Afg'onistondan chekinishi agar rostlar Xitoyga markazda ish uchun bo'lmay, chekinish uchun bo'lib qolsa, u Uygurlar uchun salbiy ta'sir ko'rsatadi deb o'ylayman. Çünkü yıllardan bu yan Amerikaningki rayonda turishi belirli derecede Xitoyningki endişesini qo'zg'ab kelgan. Ama shunda bo'lishi qaramay, yana Sharq Turkistonda yaqinqi yillardan bu yan Xitoy va Shilachi qirg'inchilik qilib beryotdi. Agar Amerika armiyasi u yerdan chiqib ketgandan keyin, agar Amerika ojizligi, bizning ichki ishimizga aralashmaydi degan tuyg'u kelsa, texnik kuchli qirg'inchilik qilib berishi mumkin. Yana bizningki ichki vaziyatimizga ham ta'sir ko'rsatishi mumkin. Endi taktik jihatdan bunun salbiy ta'siri Amerika chiqib ketgandan keyin Taliban Afg'onistondagi siyosiy sahnasida muhim rol o'ynashga boshlasa, u chog'da Talibanninki muhim ittifoqdoshi Xitoy bo'lishi mumkin. Chunki Amerika bilan bo'lgan munosabatni uzungacha yaxshilay olishi notayin. Faqat urushib qolmasalar bo'ldi. Ammo ittifoqdosh darajasi ko'tarilishiga bir nima demak tez. Shunga Talibanninki Afg'onistonning qayta qurilishi va xalqaro yetim qolmasligi uchun cho'ng ittifoqdoshlardan biri yillardan buyon bo'lib kelgan o'xshash Xitoy, Rossiya qatorli davlatlar bo'lishi mumkin. Unda bo'lgan vaqtda Xitoyninki Afg'onistondagi ta'sirining kuchayishi bilan Afg'onistondagi Uyg'urlarninki bexatarligi tahdidga uchrashi mumkin. Bayonqi tahlil bo'yicha Taliban Afg'onistondagi Uyg'urlarga panohlik berib, Uyg'urlar Talibandan panohlik tilab, haq qilish imkoniyati tug'ilgan bo'lsa, ammo bu xil ehtimollik bo'yicha bo'lganda Xitoyga qaytarilish yoki Afg'onistondan boshqa yurtlarga chiqib ketish, qochib ketish yoki qochirib o'tilish vaziyatiga duch kelishi mumkin. Mana shular bu Amerika'nın Afganistan'dan çekilişindeki salbiy ta'sirlari deb o'ylayman. Bo'lmasa bu videoda so'zlaydiganlarim shunchalikda. Kelasi videoda ko'rishguncha Allohga emanet.